Assalomu alaykum, suv nasos ishlatadigan akalar va ukalar. Kimda shunday nasoslar bo'lsa, bu video aynan sizlar uchun maxsus. Mana bu nasosimiz 2000 tonna suvni 21 metr balandlikka chiqara oladi. Biz bu joyga bu nasosni 110 kW 1000 oborotlik motor bilan o'rnatib berdik. Ishimizni ko'rib, o'zlaring ishimizga baho berib ketasizlar. Tamam, hayda oğlum, hayda oğlum. Abi kalmasın. İyi. Ha? Do'stlar, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga hoziroq obuna tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi video bundan-da qiziqroq bo'ladi albatta.